sun'iy intellekt yordamida vafot etib ketgan, bu dunyodan o'tib ketgan ota-onalarini gapirtirish, suratlarini gapirtiryapti. Hozir internetga kirsangiz, o'sha sun'iy intellekt yordamida marhum bo'lib ketgan otani yoki onani gapirtirib, bolam, biz yaxshimiz, o'zinglar yaxshimisizlar, o'g'lingni uylantiribsan, qizingni erga beribsan, va hokazo, va hokazo. Azizlar, bu narsa joiz emas. Bu g'ayb ishiga aralashish bo'ladi. La ya'lamul g'ayba illalloh, g'aybni faqat Alloh biladi. O'sha inson marhum yoki marhumani qanday ekanligini, qabrda holati qandayligini siz ham, biz ham, o'sha qurilma ham yoki uni yasab berayotgan ham bilmaydi. Yoki bo'lmasam uni ko'rib yig'laydi farzandlar, qalbi tirnaladi. Vaholanki yig'lashlik, yig'i-sig'i qilishlik bilan vafot etib ketganlar, marhumlar mahzun bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, hadislarida o'sha vafot etib ketgan insonlarga ularning yaqinlarini amallari ko'rsatiladi. Yaxshi amal bo'lsa xursand bo'ladilar, yomon amal qilsalar, o'sha vafot etib ketganlar aytadiki, bizlarni hidoyat qilganing kabi bularni ham hidoyat qilmasdan ya Robbiy jonini olmagin deydi. Imom Ahmadda rivoyat qilingan bu hadis. Shunday ekan, unaqa ishlardan qochish kerak. O'lib ketgan, marhum bo'lib ketgan ota-onalarning suratini gapirtirib, ularga nisbatan behurmatlik qilmaslik kerak va bu dinimizda joiz emas.